Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Gulsifar. Gulsifar. Qarang, 3 ta savolimiz bor. Savolimizga javob bersangiz xursand bo'lardik. Birinchi savolimiz, bir oyda o'zingizga necha pul sarf qilasiz? O'zimga har xil 1 oy 2-3 million. Bir oyga bir o'zingizga 2-3 million yetadi. Yo, yetmaydi, lekin 5 million topsam 3-4 million o'sha rasxotim uchun ketadi. Deydi, oyiga значит 5-6 million sarf qiladi ekansiz o'zingizga, shunaqami? Yo, uni 5-6 million emas, uni 3-4 million ketadi menimcha. Bo'ldi, tushunarli. Ikkinchi savolimiz, sizga taksistdan sovchi kelsa, turmushga chiqarmidingiz? Taksistdan yo'q. Chiqmasdim, chunki taksistlar eng oxirgi imkoniyat deb bilaman. Chunki har bir insonga nima deydi, qobiliyat bor-da. Misol o'sha ishlab boshqa yo'l bilan ham ko'proq pul topsa bo'ladi. Men taksistlarning oxirgi imkoniyati deb bilaman, shuning uchun chiqmasdim. Bo'ldi, tushunarli. Eng oxirgi savolimiz, mahriga nima so'ragan bo'lardingiz? Mahriga javnaqa katta narsa emas. Tilla. Tilla. Endi imkoniyatiga qarab. Qancha tilla so'ragan bo'lardingiz? Necha 5 grammdan boshlanadimi? Endi imkoniyatiga qarab to'g'risi unaqa menimcha narsa qo'ya olmayman.